Men misol uchun xohlaydimki, har bitta ayol hatto bir marta hayotida, hatto bir marta erkakni ichida bir kunni ichida ichidan nechta narsa o'tishini his qilishini xohlaydi. O'shanda erkakga boshqacha hurmat bo'lardi. Chunki erkak har kuni jangda, ko'chada. Ayol uyda jangda-da. Bola, chaqa, ish. Gap bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun aytayapman, erkak borib, misol uchun ovga chiqib, o'qigan narsasini uyga olib keldi. Shu payt ayol uni tabassum bilan kutib olsa, u yana ertasi kuni borib bunaqa hayvondan 10 tasini olib keladi. Конечно. Bizga Shukr. Da, erkakga ko'p narsa kerak emas. Ozgincha hurmat, 7-quloq.